Assalomu alaykum, qatorchilar. Bugungi kunga 11 fevral 2024 Leylik rayonining Qulunbayliga keldik. Şol yerda tovuq bozor oldim, şol yerda ma'lumot olib ketgandim. Buni to'g'ri mana tovuq bozor ekan. Hozir tovuq bor. Tovuq bozor ekan, hozir ma'lumotlar. Tovuq bozor oldim, ma'lumotlar. Bu to'g'ri sultun ko'mir bor ekan, qo 450 dan. Qo qancha kilodan chiqadi ekan? 40 ekan-da. 450 so'm ekan qo'yamiz. Bu to'g'ri qilsam qancha yerni o'sida? Loyiha bosib kommentariy yozib qo'yinglar. Bu to'g'ri bu yerda savuz bor ekan, piyaz, kartoshka qancha ekan o'zi? Qanchadan? Aka? Savuz piyaz 25 dan. Qaytib kartoshka? Bilmayman, qo'shilsin. Piyazchi? Qayerda kelasizmi? O. Bilmayman. Men olmasdan aytaman. Kartoshka. Ve go'shtlar qaytib qova? Ha? Qaytib jem deyim. Jem unutuluq da. Buni qaranglar. Xudoy un ekan, ha? Qaranglar. Kimdan bor? Maka qancha maka? Maka 25 so'm. 25 so'm, ha? Ben öz. Özüne yap tatkın olsun ya. Budayın jemi var buna. Xudoyning jemi hozir. 26 Özün tatkın den özde oradan. Evet, çıraylı den. Ular qulunning tug'anlar kelib olib kelsanlar bo'ladi ekan. Dastlabki ham qilib beradi ekan. Dastavka ham bo'ladi. Dastlabki ham bo'ladi ekan. Qulunning ichine. Leylek rayonining ichine bo'ladi ekan. Qaranglar. Rayoniga dastavka. Bu tug'anlar jami bozor bor ekan bu yerda-chi, qaranglar. Bor yo'q bor ekan. Qisqasi bir haftada bir bozor bo'ladi ekan bu yerda-chi. Endi shpurlar qanchadan? Şıpırlı canı 100 so'm bolam. Kichkinasi, ha? Kichine. Mana degan 120 ga öyle. Qayerdagi? Bu Batkendan keladi. Batken. Bereyim mi? Notonu mu etti? Termizor ekan. Termizor qancha ekan? Termizor qancha deyim? Termiz. Uyga kerakli buyumlarga qaranglar. Termiz, chaynak. Qisqasi bor yo'q bor ekan bu yerda-chi. Buyum. Mana cho'ng kapli bor ekan. Kapkul qancha kapkul? Kimniki? Kam borda, ha? Çok kapkul bor ekan, 450 so'm deydi. Olib ketishga ekan bitta. Tuma shunday Batken bozorda, Qulunni bozorda yuradi hozirchi. Qaranglar. Qulunni bozori. Yana qurtlar qanchadan cho'ng'ini? Kilasi. Bunu yezsem Ezme qurt bor yo'qmi? Yo'q edi. Sormay qancha? Sarma 500. Sorma 500 ekan. To'g'ri qaranglar. Qurtlar mazza ekan. To'g'ri ekan. Pay ekanda. To'qson moylar qancha ekan? Moylar. Moylar yozilgan hamma, ko'raman. 120. Kontakt o'g'onlar. 250 so'm deydi. Moyda nonlar bor ekan. Hozir yaxshi. Salatlar bor ekan, o'g'onlar. Sveji salatlar bor ekan. Salat bor. No'g'at qancha no'g'at? No'g'at 20 so'mdan. Stakanimi? Stakani. O'zi tez pishadi. Bunda o'zi zirvaka solasiz o'zi. Guruch bilan pishaveradi. Salatdan berib. Hozir. Guruch qaytib kelgan aka? Qanchadan bular? 150 dan. Oshi qanday bo'ladi? Jo'qshu? Qara chirayli o'ladi. 150 so'm ekan, 3 kilosi. Mana bu sal maydaroq ekan. Hozir qaytib dedingiz? Demay. Tojikistondan? Tojikiston demaydi. Mana go'sht ham qarab go'shtni ham qarama. Suv qanday ko'taradi? Unutganlar shundan bizga bu yerda go'sht bor ekan, bo'lsa go'sht 530 ekan. Mol go'sht, qo'y go'shti 650 so'm ekan. Bu yerda sal qimmatroq ekan. Qaranglar. Boshqa yerda qanday o'tadi? Qancha ekan shuni
Bizga ma'lumot berib, like'dan bosib qo'yinglar unutmanglar. Bugungi ish safar Qulunli aylanından bo'lmoqchi. Soat qanchaga kelasiz? Soat 20 soat. Qayerdiki? Qulunliqqa. Qulunliqqa Messi soat ekan-da? Ha, yaxshi. 20 so'm ekan soat. Qulunliq. Mana u 10 so'm ekan. Moylarchi? Mayda shu jazuvlar ekan. Mana shu üstü Jazbular. Qaransa, chiqimton 500. 500 ekan. Unutmanglar. Unutmanglar 1,5 million ekan. Poltorashkada, ha? Qayerdiki? Kırstam 1,5 million ekan. 50 klass qaransa. Bunun arzon ekan. Kırstam Bishkek. Tuğanlar. Bundan tuğanlar şunu biz ko'rsatuvimizni vaqtincha oyoqladik. Tag'in hozir buni qulunda bo'z. Bizdan olsa loyiha ko'rsatib жатқан onlar. Kichkina ko'rsatdim bozorda-chi. Kommentariy yozib negativ yozmangiz bizga demirchi bo'lgan sponsor bo'lgan Qaymo sport klubi janob Mirzo Nayman klubi bizga sponsor bo'lib bu yoqqa olib keldi. Ishchilarga Alloh nasib qilsin. Assalomu alaykum. Rahmatullohi va barakatuh.